akıl berip, meni candan aziz berip, meni bekip östürgen anam. Müşaqqatga bo'lib qalqan, manga shodlik ata qilgan, baxt tilab orzu qilgan ota. Ülge bulup perişimda, medet berip yanlarımda, doğru yol görsetken ata-anam. Ülge bulup perişimda, medet berip yanlarımda, doğru yol görsetken ata-anam. Ataqatim dökülmesin, mağay мәңгі senin izinden. Ana gülke üzülmesin, gülüp turgan mutluluk çekrenden. Ataqatim dökülmesin, mağay izinden. Ataqatim dökülmesin. Dudağımı nimasam mı? Ayak. Dudağımı. Ayak. O ayakın razmer bilmeymen de. Bir oğul, 3 kız. Oğluğa kemer alayım. Kemer. Kızga Atır ayağı nimasan mı? Ayağı sumka yok, sumka üçün kettim. Küçük soğudan ya. Şarpa Maya'nın ne olayım? Maya. Bu soğatlarını kimge aldınız? Ben öykücüdüğüm buldum. Öykücüdüğüm buldum? Dadınızdan öykü berip durmakçı mı? Bu işten hiç kim deyman ha? Hiç kimizden otursun kalsın. Ben dadam bilen bir öyde turgan buldum. Karar kıp buldunuz mu? Ems bu iş o ayılığı nispetten çoğun bir haber buldu kende. Oydaki balla özünün tuyuqsız bir qeyrindişinin bop qayğыныğa dadısından ağırlanıp qala. Apsığı qanca işçe içişqandı. Bu televizya teatrlarda göründiği işlağı. Her az. Ular sizden öykü berip turduğunuzu bilip qanday hissiyatda bo'ldi? Xo'sh bo'ldi? Rostmi? Ha? Artist Ümit uyga borsa xo'sh bo'ldi-da. Bu so'g'atlaringiz uchun
Ularning oilasida akısını jami 4 bola bor ekan. 4 bola? Shunday qildim. Apa, sen qiziq uyga aytib chiqqanda akamizga ozroq bo'lsin yog'ini apa. Apa, azroq yegina? Shu apa, ozroq bo'lsin yegim, bugun bir kun hech nima yemiding apa. Apa, bunda qilsam bizning ko'nglimiz yerim bo'ldi-ku. Shu apa. Biz qanday qilamiz apa, bunda qilsam? Bizni bolalarni tursak, bizni o'ylab baqqan apa. Ozroq bo'lsin yog'ini, sen og'rib qolsang biz qanday qilamiz? Shundaymi? Xo'shib bo'la, azroq bo'lsin yegina? Beshimni og'ritmasamlar bo'lamdi. Chiq ketinglar-chu. Qanday qilamiz endi? Men bilamadim. Acha, Rada, qaytib keldingmi? Apam bugün bir kun tamoq yemadi ukam. Sen kirpirga qilib baqa. Apam o'sha o'g'ri chiqib chiqayamsa. Apa, men keldim. Qusqum azroq bir narsa yeyala. Sen yo'qla ko'zimdan. Men sen qara ko'zim yo'q. Chiqayma uydan menga. Meni kechir apa. Sen nimish bunday qilsa? Ha? Menga nimish bunday muomala qilsa? Sen mening cho'ng qizim. Men sendan faxrlangan. Men sana eng ishongan. Sen men bilan maslahat qilmay turib shunday o'g'irlikda ajrasang bo'lamda? Nim qilganing bu? Nimish bunday qilsa? Ayta. Men sen muskilanmaydek ish qilib baqmadim apa. Chiqay menga yo'qla. Apa, bu Mani yo'qolta mening ko'zimdan. Chiqaman. Bak, Mani yo'qolta ko'zimdan. Mening ko'ra ko'zim yo'q. bak. Chiqay. Chiqay ko'zim ko'rinmagin sen. Ko'ra ko'zim yo'q seni. Yo'qol. Apa, bu Aytsana. Bak, bak. Buldunlar. Unda xapamanlar. O'zingni bir qiziq bir piyola choy kirib beraymi? Dadisi. Bizning oilaga nim bo'ldi? Mening tarbiyamdan xatolik chiqdimi? Bir suv ajrasin. Hammasini ajrashamda bularning. Bular nimish qilib bizni o'ylab qo'ymaydi? Mening yuragim laqti-laqti bo'lib ketdi. Taqdir tan berayli. Bizning taqdirimiz shunday ekan. Biz sadece nimani xato. Bolalarimiz uchun kuyib juda. Nimish qilib bizni o'ylab qo'ymaydi? Qanday yig'laydinglar? Ichinglar bir bo'shab. Oldudan.
Gulbar opa, sizga deydigan gapim bor-di. Bo'ldi demang Nadira. Nima deydiganingizni men bilaman. Men endi bu yerda ishlamay, siz meni ko'rsangizmi beoram bo'lib qoldi ekansiz. Men misal o'ng'aysizlanib qoldi ekanman. Shunga endi to'xtab qolaymikin deyman. Ma'qul. Endi siz bugungacha ishlagan bo'lay, yo bo'lmasa siz bilan xizmatchi deb vaqtga necha kun qarish bersammi bo'ladi. Bo'ldi, ketavering. Xizmatchini o'zim topaman. Kechiring Gulbar opa. Qo'y. Nima ish kechirim so'raysiz? Sizga bir ishni xato qilib qo'ymisiz? Bo'ldi. Kiyim-kechaklaringizni yengishtirib oling. Amaliyotda siz bilan birga xizmat qilishni pek yaxshi ko'ratdim. O'zingizni ko'p asrang Gulbar opa. Qanday ish bo'lishidan qat'iy nazar, cho'qqin vaqtda tomoq yeng. Bu bir mazgil sizga ko'p rahmat. Men yuraman. Bir qo'saq och singillarning mijozi hech o'xshamaydi ekan desa. Ra'naning mijozimi mush Nadiraning yerimichilik bo'lgan bo'lsa, mukammal bo'lib ketadi. Voy, endi bunchalik yaxshi ishlab turadigan odamni nadimi topamayman. Hey dada. Ma'qul dada, do'kon berib ham sizni izlayapsan. Ma'qul. Çay içme kızım. Dada, meni nima ish bilan izlagandingiz? Nimaga bo'lsa udilib da'vatsangiz? Kızım. Öy giyinip kelsiniz olamdı ki. Ete öy giyinip gelin. Ajrashib ketgan bo'lgandan keyin yana uyga turaversiniz. Sat turdi qizim. Lekin dada, men ajrashib ketgan bo'lsam, bu uy kelib turishni daha o'ylashib boqmadi. Qizim, men sizning nima o'ylashganingizni so'ramadim. Ata bir kunlik vaqt bermang. Nersi keraktirginiz yig'ishtirib uy giyinib kelin qizim. Bo'lamdi?
Lena, opamning ahvoli qanday? Hozir ko'chib ketgan bo'ldim. Dadam men ko'chib keling deydi. Siz bilasiz. Dadamning achchiq gap qasba qo'rqinchli bo'lib ketdi. Meni ana boshqa tanlash yo'lim qolmadi. Rasululloh kechirim. Lekin sizga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Biz bundan keyin xizmatdosh bo'lib do'stona o'taylik. Siz bilsiz, men doktorxonada yolg'iz. Shu bundan keyin bir ishlar bo'lsa, siz uqtirsiz. Haras, inozim bor. O, cho'ngchilik qilib ayvi qilishini bildi. Uningda men chiq yaxshi gap bo'lsa, men davrim. Bundan keyin men sizning eng yaxshi muhabbat maslahatchingiz bo'la olaman. Chunki men sizdan hammadan bek tushunaman. Ha bo'ldi. Hams bundan keyin siz qildigan ish chiqga. Apa uyg'onmangmi? Shanba opamning chiroyi qarabroq ish qilaylik-ku. Bu qalqsan kelib qolsam bo'yicha. Qarab turmay narsalarni ko'rdi. Dada, apa, cho'ng'acham keldi. Qizim, keldingizmi? Qadar yaxshi. Opam keldi. Keling qizim, o'tiring. Men opamizning sen mijoz yo'q. Ha, sizlarcha qarab o'tirmay narsalarni yurish. Yaxshi ko'raman, ha? Oyna bo'ldinglar? Nima qilganingli bu? Men bilan bir maslahatni qilib qo'ymay. Men boshda bir gap qilay, bir gapimni anglanglar. Meningcha buningga yuzlangim yo'q, chiroyim qarg'im yo'q. Voy, men shuning qilib ep keldim emasmi? Ha, atugin ochig'inglar kelib qolsa, rasbi ochiqlab, ichidan bo'sh tuvalsiz emasmi? Jon, sizlar bo'lsanglar bir bishimni og'ritmanglar. Nima degan tugumagan xafalık bu? Xafamanlar. Men ağaç friverdim bu baldırıyorum sizden saklamaydan. He mama sen onu çıktı. Acım eng amraq yansay bakyamasmı çıqraq yalağına acı. Seyğinib mi qalğansan? Açanğılam qıgan sey emasmi bu? Hemmedem yeydim ha uyda. Şunu deyme. Kızım ne yaptı kızım? Yok işte. Ha, elanla kızım. Elan.
Bulara? Dada. Ay, kızım, yaxshimi? Yaxshi. Men seg'indingizmi? Seg'indi. Bugun sirtda bir narsam yo'q. Ma'qul? Nima yeganingizmi? Hambo. Ma'qul. Jiran. Tadadadam. Bu bek tamli ekan. Mening ishchiligim bor edi, lekin yeyolmagan. Chiqroq ham. Yetmasa yana oqsoq bo'ldi. Ma'qul. Qizim, men sizga yuzkilanmayman. Sizga ko'proq hamroh bo'lolmadim, ha? Dada, bunaqa dema. Men sizdan og'rimayman. Yolg'on deyapsiz, ha? Sizning va bizning boshqa oyliklarga o'xshash inoq o'tishimizni, mening kostyumlarni kiyib xizmatga chiqishimni umid qilasiz? Dada, siz muvaffaqiyat qozonman degan-ku. Shuning men sizga ishonaman. Ben çıkıp kazdı bak kızım. Maaşına ha? Ma'qul. Çıkırak ya. Şaşır,你打包。哎，好，谢谢啊。Bola, vajib kech qoldingiz, nimaga bordingiz? Qo'lingiz ujib tamqamizmi ya? Yemayman. Dadam bilan yedim. Bugun mendan xafa bo'lmang. Bilmem. Dadam bana dedi. Siz doim menga bir ishni yaxshi qilamagan bo'lsangizmi, lekin butun kuchingiz bilan tirishsiz deysiz. Dadam garchi yaxshi qilamagan bo'lsa-mu, lekin butun kuchi bilan tirishadi. Men ko'ra olmayman. Siz nima ish ko'ramaysiz? Filora, Bunda dadam siz bilan yulduzga beram dedi. Çay içelim. Oy, rahmat apa. Rahmat opa. Opa sen mi otur küçüğüne? Ne iş günü yok, sizle içelim. Ha, mehmon geldi. Vay, kelin balam, kelin. Qarşalımız, kelin balam. Yaxşımı özünüz? hey, bu bola burun naqshdi hozir ortga so'p ketdi. Yaxshimisilar, men artist Umid bo'ldim. Bular mening bolalarim bo'ldi. Moyra siz bermiş qolsiz. Mayran tonamsiz? Siz Mayram qanday tanıysiz? Bu mening vositchim. Nima? Nima? Vositchi? Muddadan ben sizlar bir shirkatga ishlaydiganlarni endi bilaman. Ammo bil xizmat qildiganlarni uqmaydi ekan mana. Ha, kela. Mayra balam, kela. Kelinglar bolalar, kelinglar. Men bu bolalarni bir sizga tanishtirib qo'yay. Mana bu yoq mening bu orzuliq bolalarimningki kuyimchan, mehribon onasi Mehrigul bo'ladi. Yaxshimisiz? Bu bolaning cho'ngi Qaysar. Bu hozir igilik tiklayapti. Ismim Umid. Yaxshi.
Bu kızlarının çoğu Rena, öz doktor. Bu benim küçük kızım. Nadire hazır Ali mektepte okudu. Ha, bu o'ttirinchi kızım Mayrani tanıydı ekansiz. Aras, ben sizlarga sovg'a taqdim. Voy, oğlum so'zib deyman. Dil og'rib yuradigansiz. Voy, bu bir şarpkan bu. Chiroyli sharpga. Voy, men bek yaxshi ko'ratdim bundaq sharpini. Shundaymi? Ha, bek chiroyli ekan. 18 yoshli qiz olib turgan bo'ldim-da. Rahmat Alloh, rahmat, bek chiroyli ekan. Rahmat, bek og'rib ketibsan. Yaxshirishinglarni umid qilaman. Sizlar hech bir Shundaymi, sizlarni ko'rib turibsizlar? Yili ko'ray. Ha, mayli bo'lsa. Sen jira, boshda bobi. O'jiringiz ko'rib ketma bolam. Bir kesib chiqaylik, sana jira. Oy anam-ey. Ümit bizning uyga keldi-ku. U shunda dangliqmikan u? Ha, uchu dangliq bir guruhning naqshchisi. Men de uni beshida bir aldamchi o'xshaydi deb o'ylagandim. Bugun qarasam unda emas ekan. Bunun ustiga u bizning Mayrani tanishgan emasmi? Endi ko'nglim joyiga tushdi. Hop, o'zadanda gaq ketdi. Bizning oilam buzutkul tasli qoldi deyman. Ishqilib, uning mijozi men faqat yaxshi ko'rdim. Kimsin bu yagin? Nimda qaytib keldi? Bizning uyda o'tirishqa deb o'yinchoqchiq molni ko'msa ya. Dedi-ku, ota mehriga muhtojga. Endi bir narsa kerak bo'lsa, menga dam bo'laman. Men tanqid berman. Ha, so'rab baqsam, mening shaxsiy hojatxonam nada? Nima? Shaxsiy hojatxona?